Safety score ham oshib ketdi. Brokerlar endi yuk bermaydi. Insurance ham ko'tarilib ketdi bu yoqda. Shu meni benzin tugadi-yu. Xulosa qilishga shoshilmang, chunki MyFleet hali siz bilan emas. Biz safety score'ni tushiramiz, violationlarni yo'qotib, driver hujjatlarini to'g'rilab beramiz va shu orqali sizning biznesingiz yanada rivojlanadi. Shu kungacha bizga tracking kompaniyalari o'zining insurance va safety xizmatlarini ishonib topshirishgan va ularning 70% safety score sababli bizga murojaat qilishgan va biz shu kompaniyalarda muvaffaqiyatli saqlab qolganmiz. Bizning eng katta natijamiz bu mijozlarimizning ishonchi va ularning real yutuqlari. MyFleet degan kompaniya bor edi. Shular yordam bera oladi. Shular bilan men bog'lanishim kerak.